Bemor surunkali bosh og'rig'i shikoyati bilan keldi. Buni MR'dan o'tkazganimizda bir nechta jiddiy o'zgarishlar aniqlangan. Xo'p, asosiy muammo chap tomonda muz va miyacha orasidagi hududda joylashgan yirik o'sma hisoblanadi. Bu o'sma chap miyacha yarim shariga ham tarqalgan. O'smaning o'lchami katta va uning tuzilishi aralash, ya'ni ichida suyuqlik to'plangan joylar ham bor, tish to'qimalari ham bor. Chegaralari aniq emas, notekis va atrofida kuchli shishish kuzatiladi. Bu o'sma pastga qarab bo'yin umurtqa kanaliga kirib borgan. Ya'ni natijada o'rta miya, miya ustuni, miyacha, bo'yin qismiga orqa miya, shuningdek to'rtinchi qorincha deb ataladigan suyuqlik o'tadigan yo'lni sezilarli darajada siqib qo'ygan. O'smaning ushbu bosimi tufayli miyada suyuqlik oqishi buzilgan va oklyuzion gidrosefaliya, ya'ni suyuqlikning chiqmay qolishi rivojlangan. Natijada miya qorinchalari kengaygan, 3-chi qorinchaning kengligi 19 mm, yon qorinchalar esa 21 mm larga kengaygan. Katta sisterna magna qismida ham o'zgarishlar ko'rinadi, ya'ni bo'shliq kengayish kuzatiladi. Bu holat ko'pchilik odamlarda uchraydigan, xavf tug'dirmaydigan rivojlanish varianti bo'ladi, lekin bundan tashqari bemorda ko'z nervlari, ko'z mushaklari, gipofiz bezi, ko'z kosalari va boshqa muhim tuzilmalar normal holatda, ya'ni ko'z qismida o'zgarishlar kuzatilmaydi. Yana bir qo'shimcha topilma, o'ng tomondagi garmil bo'shlig'ida shilliq qavatning biroz giperplaziyasi kuzatiladi. Ya'ni bu odatda yengil yallig'lanish yoki surunkali sinusит belgisi hisoblanadi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bemorning chap muz miyacha burchagida katta hajmli o'sma aniqlanadi. MRT belgilariga ko'ra bu o'sma medulloblasmoga mos keladi. U miya suyuqligi oqishini to'sib qo'ygan va og'ir gidrosefaliyaga sabab bo'lgan. Miya stvoli, miyacha va bo'yin qismidagi orqa miya o'sma tomonidan sezilarli darajada siqilgan.